Oxoratxonaga ham birga kiradi. Yopishib bo'lganda endi bitta gap aytay, mashkakni telefonga olmaylar. Samandarning qizi Samandarni onam deb o'ylayapti. Deb mehrdan-da endi. Kelinimizni dadam deb o'ylayapti. Kelinga aytdim, yo'qda o'ylab qo'ying, dup kiyib oling dedim. Nimaga deydi? Adonasi ham bo'lish kerak-ku buni. Shunchaki, voy bola ne'mat ekan, manda bilinmagan ekan-da aka. Alhamdulillah biz ham Namangandan bolasimiz, g'ayrat bor, salomat bo'ling. Mana o'zimda 4 ta o'g'il, bitta qiz. 5 ta aka. Hozircha. Yetsin, so'rayapsizlar, bo'lyapsizlar. Qaytaramiz sizlarniki ish qilib. Voy maktab qiling. Aqov qo'ying, aqov qo'ying. Aqov qo'yaman, yaxshi, baribir yaxshi aka. G'irvonni yaxshi-da aka. G'irvonni bolalari bilan shilinga 10 cho'ntagiga qistirilgan pulni chap cho'ntagiga qo'lini tiqib yurib ketadi. Pulni yursa yurib ketaversin. Dollarga deymiz. Va bola ne'mat ekanda, men o'zimda bilmagan, ko'chadan bola topib ko'tarib ketdi. Xotin, mana buni qara, bola topib oldim. Odamlarga nima bo'lyapti? Nonni ko'chaga tashlab ketyapti degan odam bolasini ham tashlab ketibdi-ya. Voy o'zi bir yoqdan olib ko'tarib keldi nima? Ko'chadan topib oldim. Endi mana bu bolani nima qilamiz? Yigitlar, Rumiy hazratlarning bitta gaplari bor-da. Yaxshi xotin, yaxshi hayot deganlar. Xotini yaxshi ekanda, mana bolani nima qilamiz desa, voy dadasi, beraman desa puliga chiqarib qo'yar yo'liga. Xudo bizga bermoqchi ekansiz, yo'lingizdan chiqibdi. Xudo xohlaganda nariga mahalladagi Zokir Damas'ning yo'lidan ham chiqaverar. Zokir, tayyorgarlik qil. Sizning yo'lingizdan chiqdimi? Tamam, bola bizga, Zokirga ish yo'q. Bola bizga. Ana o'zimiz to'rtta xudo berganimiz bor. 5-chi qilib qo'shib olamiz. Bitta akasi ko'tarib, bunisi o'ynatib, bunisi yugurtirib, bunisi cho'miltirib, bir marta katta qilib olamiz. Dadasi, olib kelgan bolangizni qaradingizmi, o'g'il bola ekanmi, qiz bola ekanmi? Qaramanman, xuddi temirga ochib qaraymiz. Shunda bolaning yuzini ochib qarasa, tavba qildim. Hop, bola ko'mirdan negri bo'lasa ekan. Ha, xotin ham, voy o'ylasam, negri shu o'yini birinchi ko'rishim. Ama olib kelganingiz, hop bola negri bo'lasiz-ku dadasi. Negri ko'rganmisiz? Ama negri bo'lasiz.